Ya qanaqa odamsizlar? Men bittaman. Qaysi biringlarning ko'nglingizga qarang. Yaxshimisan? O'tir mashinaga ketdi. Shoshma. O'tir yur. Shoshmagin, to'xtagin. Nima bo'ldi o'zi? Ko'rmaysanmi, jonga tegdi. Bir kun tinchlik bo'lsa, bir kun janjal. Ayol kishidek qo'l ko'taradi desam. Bilaman nima qilishni. Nima qilmoqchisan? Olib ketsin qizini. Kerak emas menga bunaqa xotin. To'xta. Shoshmagin. Hozir jahling chiqqan. G'azabdasan. O'zingni bosgin. Menga qara. Yo'q, umuman aytganda to'xta. Otasiga qilmoqchimisan? Qil. Как раз ko'ngildan aytayotganding. Qaynatam mazasi yo'q deb. Qizini olib ketsin, qiz uyga qaytib borsin bolalari bilan. Yana ham og'irlashadi ahvoli. Yaxshi-ku. O'zi mazasi bo'lmasa, 2 baravar mazasi qochadi. Yaxshi-ku. To'g'rimi? Bolalaring ham ketadi qo'shilib. Aytgandek bolalaring ham katta bo'lib qolgan-a? Maktabga boradi. Otasi olib ketayotgan bolalarga havas bilan qaraydi. Ozgina qadringga ham yetadi, to'g'rimi? Bolalar yutuqqa erishgan paytida sansiz nishonlashga o'rganadi. Mustaqil bo'ladi zato. Achchiq hayotning zarbalariga bir o'zi turishni o'rganadi. Chunki suyanadigan otasi yo'q-da, to'g'rimi? Endi mayli, ayolingni qo'yaver. Ayoling muammo emas. O'tda-bo'tda ishlab kunini ko'radi. Bolalarni mazasi bo'lmay qolsa, bir o'zi bolalarni ko'tarib, u yoqdan bu yoqqa yuguradi, o'ziga qolib ketadi. Balkim qiynalib, jonidan o'tib ko'chaga ham chiqib ketib qolar ayoling. Ne uni qaraysan? Menga o'xshagan maslahat beradigan ko'chada juda ko'p. Lekin yechimmi? Mana men bu xonadondagi yechimmi? Faqat sen bera olasan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. O'zim hol so'rab qo'ydim. Qizim yaxshimi? Ha, yaxshi. Hammasi yaxshi. Nabiralarimni olib kelsangiz, ularni sog'inib. Sog'inamidingiz? Ha, bolam sog'ingan. Xo'p, albatta boraman nabiralaringiz. Rahmat, bolam. Rahmat.